Biz har bir oilaviy munosabatning asosiy poydevori bo'lgan muhim bir mavzuda juftliklar o'rtasidagi o'zaro tushunish va samarali muloqot haqida suhbatlashamiz. Har qanday munosabatda, ayniqsa oilaviy hayotda ikki insonning bir-birini tinglashi, tushunishi va to'g'ri muloqot qilishi nafaqat muhabbatni, balki hurmat va ishonchni ham mustahkamlaydi. Afsuski, ko'pgina muammolar aynan to'g'ri muloqot yetishmasligi tufayli yuzaga keladi. Bugun siz bilan birga juftliklar qanday qilib bir-birini yaxshi tushunishlari mumkin, qarama-qarshi fikrlar yuzaga kelganda qanday yo'l tutish to'g'ri bo'ladi? Ana shu haqda mutaxassis psixolog Dilafruz Abdutalipova bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum yana bir bora. Assalomu alaykum. Studiyamizda xush ko'rdik sizni. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Sog' bo'ling. Aynan o'zi sizga murojaat qilayotgan mijozlarni qiynayotgan aksariyat muammolarning sababi bugungi mavzuyimiz bilan bog'liq bo'lsa kerak, to'g'rimi, Dilafruzxon? O'zi umuman er-xotin o'rtasida ochiq va samimiy muloqotni yo'lga qo'yish mumkinmi? Chunki baribirga ham, misol uchun, ayol kishi ko'p narsalarni ayta olmaydi turmush o'rtog'iga va erkak kishi ham o'z turmush o'rtog'iga, ayoliga ichida ketayotgan, deylik, ba'zi bir g'alayonlarni ham ayta olmaydi. Bemalol ochiq, oydin, shaffof yetkazib bera olmaydi. Yoki bu psixologiyada normal holat hisoblanadimi? Juda ham o'rinli savol. Erkak ayolni umuman aqliy faoliyati har xil ishlaydi. Taxminan statistika bo'yicha erkaklar kuniga 6-7 mingta so'zni ishlatishar ekan. Ayollar 16 mingdan ortiq. Endi tasavvur qiling, ayol kishi uyda o'tirgan, kun davomida uy ishlari bilan band, lekin suhbatdosh yo'q. Bolalari kimdir, u ko'proq siz aytganingizdek samimiy suhbatni istaydi. Erkak kishi ko'chada nechta inson bilan suhbat quradi, u 6 mingtani ishlatib bo'ladi zapaslarini. Energiyasi ham tamom bo'lganda uyga keladi. Uyga kelsa, bu yerda 16 mingta so'z taxlangan turadi. Shuning uchun siz aytganingiz samimiy suhbat bu yillar davomida aslida shakllanadi. Chunki aslida shunday ibora borki, bu bor. Tahlil qilib ko'rishganda o'zi sevgi bormi munosabatlarda, bu nima, qanday tuyg'u? Taxminan sevgi 3 yil yashaydi. 3 yildan keyin ishonch, ana shu ishonchni mustahkamlab olsangiz turmush o'rtog'ingiz bilan, keyin samimiy suhbat boshlanadi. Undan oldin ham bo'ladi, lekin mustahkam samimiy suhbat ayni 3 yil ichida ishonch bo'lsa, turmush o'rtog'ingiz bilan, ya'ni ikkita juftlik bir-biriga ishona olsa, bu juda ham muhim. Ishonch qaysi paytda o'sha paydo bo'ladi 3 yil ichida? Yo'q bo'lishi ham mumkin 3 yil ichida. Eng qizig'i, umuman qanday jarayonlarda yo'q bo'lishi mumkin? Albatta, og'riqli mavzular bor, xiyonat bor, kerak emas janjallar, nimadir bor. Ishonch yo'q bo'lib ketishi ham mumkin, lekin buni tiklash ham mumkin. Eng asosiysi shu. Ya'ni qandaydir og'riqlardan keyin, muammolardan keyin ikkita juftlik o'zi uchun to'g'ri xulosa chiqarsa, albatta yana baxtli hayot kechirishi mumkin. Dilafruzxon, mana hozir xiyonat haqida gapirdingiz. Ba'zi bir ayollarda eshitganman-da, shu turmush o'rtog'im xiyonat qilgan, yashayapman, lekin baribir kechira olmayapman deyishadi. Bu ko'p. Mana shu jarayonda ular juda ham qiynalishadi va ular qanday yo'l tutishlari kerak eslardan chiqazish uchun? Esdan chiqazib bo'lmaydi. Yo'q, xotirani o'chirib bo'lmaydi. Agar siz uni esdan chiqaraman desangiz, sizning xotirangiz 0 bo'lishi kerak. Ya'ni sizga hayotingizda qancha quvonchli kunlar, o'zingizning kimligingizni ham unutishingiz kerak. Xotirani o'chirib bo'lmaydi. Lekin albatta yillar davomi vaqt davo. Undan tashqari ikkita juftlik boyaga aytganimdek bir-biriga xulosa chiqaradi. Erkak kishi o'zi uchun bilib oladi va ayol kishi nimalarda men ko'paytirib bordim, kamaytirib bordim, munosabatlarda erkak kishi o'ylashi ham mumkin, ha men haddimdan oshdim. Mana shu paytda juda ham ko'p juftliklar hattoki bor, xiyonatdan keyin ham turmush o'rtog'ini kechirib birga baxtli yashagan juftliklar ham bor. Bu deganim xotirani o'chirib bo'lmaydi, lekin
og'riq pasayadi. Ya'ni unga vaqt kerak, ozgina vaqt kerak, ozgina mutaxassis bilan balki ishlash kerakdir. Agar o'zi uddalay olmasa, qiynalsa, ya'ni mutaxassis aytadiki, vaziyatni ko'rsatib beradi. Shiram bor, ya'ni operatsiya qilindi, lekin og'riq yo'q. Og'riq, xotira bor, lekin bu orqali hattoki aksincha zo'r yashab ketgan insonlar, ya'ni oilalarni ham ko'rganman. Balki yana ham jipslashgan, shundaylar ham bor. Shuning uchun buni unutib bo'lmaydi, ozgina vaqt kerak. Lekin baribir o'sha ikkita juftlikni o'ziga bog'liq demoqchisiz. Ikkita juftlikning to'ppa-to'g'ri o'ziga bog'liq. Juda ham yaxshi. Azizlar, hurmatli teletomoshabinlar, Toshkent telekanalining sadoqatli muxlislari, siz jonli efirda Taskin loyihasini tomosha qilyapsiz. Studiyamizda malakali psixolog tashrif buyurganlar. Sizni qandaydir muammolaringiz bor bo'lsa yoki nimanidir o'ylab siqilayotgan bo'lsangiz yoki bo'lmasam ko'nglingiz taskin topmayotgan bo'lsa, albatta telefon raqamlarimiz ishlab turibdi. 71 kodi bilan 244 01 41 raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bo'ladi. Bajonidil psixologimiz albatta sizni savollaringizga javob berishga tayyorlar. Demak, navbatdagi savolim, Dilafruzxon, asabiy holatda bo'lganimizda qanday qilib tinch muloqotni yo'lga qo'yishimiz mumkin? Bu juda qiyin, lekin chunki inson ana shu vaziyatda o'zini ushlay olmaydi. Iroda kerak bo'ladi mana shu jarayonda. O'zi asabiy holatda qanday tinch gaplashib suhbat qilish bu. Bu yoqda asabiysiz, qanday tinchlanasiz? Birinchi bo'lib asabni tinchlantirish kerak. Ya'ni o'zi aql tushunadi, bilib turibdi, lekin o'sha emotsiyalar yo'l qo'ymaydi. Emotsiyalarni chiqarish kerak. Bosilgan emotsiya bu kasallikni avjiga olishga olib keladi. Bu degani baqiring, urishing, olishing degani emas. Misol uchun hozir aytasiz, asabiylashyapman, lekin o'zimni bosishim kerak. Xonani tark eting. Chunki u insonni ko'rib battar g'azablanasiz. Har doim aytaman, har bitta inson o'zini haqiqati bor. Bu maslahatingiz ko'proq kimga tegishli? Ergami yoki ayolgami? Vaziyatga qarab. Endi xonani tark etish menimcha ko'proq erkaklarga xos bo'lishi mumkin. Agar ayol kishi tark etsa, siz to'g'ri aytasiz, chaqirib olishi mumkin, gapimni eshitmayapsan deb. Erkak kishi ishini bahona qilib ko'chaga chiqib ketishi mumkin. Ya'ni kortizol gormon g'azabga, jahlga javob beradi. Ana shu tushganda bu o'zi uchun xulosa chiqaradi, bu o'zini xulosa chiqaradi. Biron bir shirin taom pishirib, ayol yana erini chaqirib, turmush o'rtog'ini chaqirib, yana suhbat qurib, bir murosaga kelish kerak. O'zi psixologiyada qandaydir qoidalar bormi? Inson o'zini tinchlantiruvchi. Nima qilsa tinchlanadi? Birinchi bo'lib vaziyatga qarab tinchlanish qiyin bo'ladigan vaziyatlar ham bor. Emotsiyani biz psixologlar aytamiz, chiqarib yuborishingiz kerak, bu bor. Chunki ustimdan kulib turaveraman, lekin ichimda alam, nafrat, uni yomon ko'raman. Bor-ku bu u ham sezadi. Eng qizig'i, mana yaxshi ustingizdan kulib turganingiz bilan shuning uchun oddiy qog'ozga yozib chiqarib yuborasiz, yoqib yuborasiz, yondirib yuborasiz. Bu ishlaydi kimgadir yo'q. Ya'ni vizuallarga, ko'radiganlarga bu ishlaydi. Kimdir eshitib, menga tushuntirib beringlar deydi, unga mutaxassis kerak bo'ladi. Ya'ni unga tushuntirib berish kerak. Mana shunday. Buni ham farqlash kerak. Sayr, chuqur nafas olish, muzli kontrastli dush, issiq va sovuq suv dush ham o'ziga keltiradi, ya'ni tinchlantiradi. Mana shunday bir ikkita qoidalari, ya'ni oddiy texnikalar bor, как valerianka deyiladi-yu, birinchi tibbiy yordam o'zingiz uchun o'zi bilib olishingiz kerak. Meni nima tinchlantiradi? Ba'zilar qahva tinchlantiradi. Borib, qahva ichib oling, mana shunday. Xo'p, to'g'ri eshitish degani nimani anglatadi? To'g'ri eshitish. To'g'ri eshitish menimcha ko'p narsa, juda ham katta narsani anglatadi. To'g'ri eshitish deganda aytadi-ku, men boshqa narsani nazarda tutdim, sen boshqacha tushunibsan, deydi-ku. Ya'ni balki o'sha inson to'g'ri ifodalab bera olmagandir og'riqlarini yoki biron bir sizdan xohlagan istaklarini. Eshitish juda ham muhim. Turmush o'rtoqda, ya'ni ikkita juftlikda bir-birini eshitish juda ham muhim. Ya'ni bu degani to'g'risidagi insonni gapini bo'lmasdan eshita olish, bu bir. Ikkinchisi, uni o'rniga o'zingizni qo'yib ko'rish. Eshita olmaydigan insonlar qanday toifaga kiradi?
sabr yetmaydigan insonlar eshitishni? Bor. Temperamentga olsak, bular xolerik deyiladi. Lovullab yonadi, lekin lovullab ular tushadi yana. Ya'ni o'zlariga kelib qoladi. Xavotir olmanglar, u o'tib ketadi. Ha, gapingizni eshitmaydi, o'zini haqiqatini talab qiladi. Ular doim o'zlari haq, lekin ular ham bitta tushgandan keyin bir jahli chiqadi, bir tushgandan keyin sekin o'ylab ko'rishi mumkin vaziyatlarni. Tushunarli. Xo'p, qanday qilib sherigimni chin dildan tushunishga harakat qilishim mumkin degan savolni ham yo'llashgan. Boyaga aytgandek, chin dildan agar xohlasangiz, uni o'rniga o'zingizni qo'yib ko'ring. Chunki biz faqat o'zimiz tarafdan qaraymiz vaziyatga. Haqiqatan ham shunday. Faqat o'zimiz. U aybdor, u demadi, u qilib bermadi, u qarash kerak edi, u jim bo'lishga, u baqirdi, u urishdi. Mencha, men yaxshi gapirib ko'rdim. Bitta shuma. Yaxshi gapirib ko'rsiz. Ha, shirin kutib oldim. Xo'p, ichingiz boshqa-ku. Shuning uchun men erimni o'rnida bo'lganimda, jahl qilganimda, qovoq solganimda, eshitmaganimda men qanday vaziyatga tushardim? Imkon qadar ana o'shanda, hatto stul terapiyasi bor. Buni ko'pchilik psixologlar biladi. Agar kuchli tushunmovchilik bo'lsa va mutaxassisga borishga imkoniyati bo'lmasa, xohishi bo'lmasa, tasavvur qilasiz o'sha insonni va xayolan gaplasha olasiz. Lekin bu samimiy bo'lishi kerak. Ha, hech kim uyda bo'lmasin. Xohlasangiz bir qo'shiqni qo'yib oling, urishing, xafa bo'ling, baqiring, xuddiki o'sha turmush o'rtog'ingiz bor, sizdan xafaman, mana shunday yig'lang. Shunaqangi yengil bo'lasiz. Bu samimiy bo'lishi kerak. Undan keyin, hop bu chiqqandan keyin to'g'ringizda uni tasavvur qilasiz va 100% haqqoniy bo'lib, uni o'rniga siz o'tirasiz. Ya'ni aylanasiz. Bu psixologik eng kuchli bir terminlardan hisoblanadi. O'tirganingizda uni his qilasiz. Ayni emotsiyada siz chiqasizku buni. Shunda turmush o'rtog'ingiz o'tirganingizda mana shu gaplaringizda, mana shu og'riqlaringizga, mana shu jahlingizga turmush o'rtog'ingiz qanday javob bergan bo'lardi? 100% haqqoniy. Agar siz o'zingizni oqlab, o'zingizga foydali so'zlarni ishlatsangiz, hech qanaqa siz terapiya olmadingiz. Bu o'zingizga eng kuchli terapiya hisoblanadi. Shunaqangi gapiringki, go'yoki o'zingizga o'zingiz eringizga advokatsiz. Mana shunday. Haqiqatdan ham bu psixologlar o'zlari ham qiladi. Uyga vazifa berilsa, qilsa, aytadi: "Men tushundim, men uni doim o'zim haqimda o'ylagan ekanman, lekin uni his qildim. Shunaqa gaplar yog'ilib chiqyaptiki, men hayronman-da." Srazu emotsiya tushgan, holati tushgan, turmush o'rtog'i bilan munosabatlari yaxshilanib ketganlar, ayni mana shu texnika orqali yaxshilanib ketganlar ham bor. Yana qanday mashqlar bor? Aynan o'sha oilaviy munosabatda ikki turmush o'rtoqni bir-biri bilan munosabatlari yaxshilanishi uchun. Texnikalar yana. Texnikalar, ha, qo'shimcha texnikalarni o'rgatsangiz, baribirga ham bu ularga foydali bo'ladi. Avvalo o'zi munosabatlarni buzilishini kutish kerak emas-da. Xuddi shunday, ha. Uni borligida go'zallashtirish kerak, saqlash kerak, go'zallashtirish kerak-da. Bizada rasvo bo'lib bo'lganda qo'pol qilib, keyin mutaxassisga boriladi. Aslida men lekin mana shu jarayonda ham mutaxassisga borganda yordam bera olasizmi? Qayta tiklasa bo'ladimi munosabatni? Bo'ladi. Chunki o'sha vaziyatlarda inson bir-birini yomon ko'rib qoladi. Go'yoki boshqa u ikki juftlik yashay olmaydigandek ko'rinadi-da. Ko'p hollarda bo'ladi. Ko'p hollarda oilani saqlash mumkin, juda ham ko'p. Chunki mutaxassislar ham o'zini ishini ustasi, bunday ayollar bilan juda ham ko'p ishlagan bo'ladi, juftliklar bilan. Mana shu davrgacha nechta juftlikni saqlab qolgansiz oilasini? Ko'p. Juda ham ko'p, minnatdorchilik, hattoki kasbimdan faxrlanaman. Turmush o'rtog'im ham aytadilar, men senga kelayotgan otziv deyiladi-ku, hayron qolaman, faxrlanaman deydi. O'zimni akam ham sen bilan faxrlanaman deb aytganlarida juda ham xursand bo'lganman. Chunki shunaqangi duo qilishadiki, ko'zimni ochdingiz, uyg'otdingiz. Mana shu albatta duo menimcha eng kuchli, men uchun motivatsiya hisoblanadi. Qanday mashqlar bilan saqlab qolgansiz? Albatta bu individual. Sirini ayting. Sirini ayting. Bu individual, har bitta ayolni o'zini kuchli tarafi, ojiz tarafi bor, ana shu bilan ishlanadi. Juda ham yaxshi. Mana shu jarayonda tomoshabinlarimiz ham qiziqib qolgan bo'lishlari tabiiy. Demak, o'zingizni, ijtimoiy tarmoqlardagi profilingizni aytib o'tsangiz.
bemalol men bilan murojaat, ya'ni menga qandaydir savolingiz bo'lsa yoki oilada tushunmovchilik bo'lsa, ayolingiz bilan, men ayollar bilan ko'proq ishlayman, chunki 80% ayol kishi oilaga javobgar. Ya'ni oilani muhitiga. Ko'p juftliklarda ayol o'zgarganda turmush o'rtog'i ham o'zgargan. Buni ko'p guvohi bo'lganman. Shuning uchun agar men bilan bog'lanmoqchi bo'lsangiz, dilim.psixolog deb tersangiz, Googledan hammasi chiqib keladi. Bu Instagram, bu YouTube va Telegramda men bilan admin orqali bog'lanishingiz mumkin. dilim.psixolog. Albatta. Juda ham yaxshi. Azizlar, agarda mutaxassisimizni, psixologimizni sizga qiziq bo'lsa, telefon raqamlari ham, ularning albatta mana profillar ham yozilib turibdi. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Telefon raqamlari ham ekranlaringizda mana paydo bo'ldi. Dilafruzxon Abdutalipovaga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi va ayni daqiqalarda jonli efirimizda ham qandaydir savollaringiz bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilish imkoniyatiga egasiz. 71 kodi bilan 244 0141 raqamiga telefon qiling. Va mana shu jarayonda yana qanday texnikalar bor deyayotgan edim, gapimiz bo'linib qoldi. Juftliklarni saqlab qolish uchun umuman aytdim, boya ajrimgacha olib bormang. Doim o'zingizni ustingizda ishlang, ayol ham, erkak ham. Testga o'xshab, test emas, oddiy, lekin samarali. Shuni biz bilmaymiz. Bir-biringizga nimani yaxshi ko'rishingizni bilasizmi? O'zi savol. O'ylab ko'ring, men turmush o'rtog'imni qanday rang yaxshi ko'rishini, qanday ovqat, qanday kiyim-kechakni, faqat ovqatini bilamiz. Qanday kiyim-kechaklar, qaysi davlatni orzu qiladi, orzulari nima, qaysi daraxt yoqadi, qaysi mashina rusumi yoqadi, umuman ranglar, mana shu haqida bir-biringizga test savollarini bering. Men nimani yaxshi ko'rgan mevam, meni yaxshi ko'rgan shirinligim, meni orzuyim nima, men nimadan qo'rqaman. Hayron qolasizki, juftingiz haqida hech narsa bilmasligingizda. Ya'ni sizni javobingiz uniki bilan yo'q, men aslida olma emas, nok yaxshi ko'raman deyishi mumkin. Misol uchun, men kofe yaxshi ko'ramanmi, yo'qmi? Mana shunday. Yo'q, siz achchiq deyishi mumkin. Mana shu ham aynan bir-biringizga nima yoqishi, yoqmasligi orqali, savol orqali juda ham ko'p narsalarni bilib olishingiz mumkin. Juda ham yaxshi. Ayni daqiqalarda azizlar, biz biroz tanaffus qilib olamiz. Bizda reklama vaqti, undan so'ng yana davom etamiz. Marhamat. Qimmatli vaqtingizni sifatli reklamaga sarf qilmoqchimisiz? Unda bizda reklama. Katta oila uchun ko'p mahsulotlar marketda bor. Qaysi marketda? Market Yandex.Go. Kommo simsiz quloqchinlarni 400 ming so'mga xarid qiling. Yandex.Go katta chegirmalarga yaqinlashtiradi. Sevimli burgerlar, tovuq oyoqchalari, pizza 40% gacha chegirma bilan. Va bu hali hammasi emas. Hammasi Yandex.Go ilovasida. Birinchi buyurtmaga marketda promokod berishyapti. Qaysi marketda? Market Yandex.Go birinchi buyurtmaga mahsulotlarni Pochin promokodi bilan 50% chegirmaga xarid qiling. Yandex.Go katta chegirmalarga yaqinlashtiradi. KFC'dan ommabop taomlarni 40% gacha chegirma bilan buyurtma qiling. Va bu hali hammasi emas. Hammasi Yandex.Go ilovasida. Qaynoqqina qahva, samimiy suhbatdosh va albatta siz sog'ingan qo'shiqlar. Xullas, xiyobonda ko'rishamiz. Azizlar, Toshkent telekanalida jonli tarzda taskin loyihasi efirga ketyapti va biz suhbatimizni davom ettiramiz. Studiyamizda malakali psixolog Dilafruzxon tashrif buyurganlar va suhbatimiz qizg'in tarzda davom etyapti, chunki aynan o'sha oilaviy munosabatlar haqida biz suhbatlashyapmiz. Demak, navbatdagi savolim aynan agarda shu sherigi muammolar haqida gaplashishni istamasa, men nima qilishim kerak? Eng qizig'i nimaga istamay qoldi sizni tinglashni, sizni juftingiz. Mana shu savolni o'ziga berib ko'ring. Mani turmush o'rtog'im nega eshitgisi kelmayapti? Sababi deb 5 ta sabab o'zingiz keltirib bering. Hayron qolasiz. Baqirganman, kerak emas so'zlarni aytganman, faqat noliyman. Mana shu sabablarni keltirib bering, ko'zingiz ochiladi. Demak,
ko'p narsa aytilish kerak emas bo'lgan gaplar gapirilgan. O'shaning uchun u sizni tinglagingiz kelmayapti. Lekin shunda ham u degani sizni yomon ko'radi degani emas. Misol uchun farzandingiz ham ha deb sizga yopishaversa, bor o'yna, bor ishingni qil, bor rasm tiz, dars qil deb uni sal chetlatasiz. Chunki u chalg'ityapti. Bu degani siz uni yomon ko'rasiz degani emas u. Xuddi shunday erkak kishiga ham keragidan ortiq yopishib olish, keragidan ortiq bo'rtirilgan sevgi, mehr ham asalni ozi shirin deyiladi-ku, uni sizdan chetlashiga, ozgina meni sevgim bilan bo'ktirib qo'yma degan ma'noda sizni tinglagingiz kelmay qolishi mumkin. Er-xotin o'rtasidagi ishonchni qanday qilib yana ham mustahkamlash mumkin? Boya aytib o'tgandek, bunga vaqt kerak. Ishonch, avvalo ishonch bo'lmasa sevgi yo'q. Xo'p, mana shu vaqt deyapsiz. Vaqt oralig'ida ikkita inson ham nima qilishi kerak? Rivojlanish kerak, o'zi uchun xulosa chiqarish kerak. Men qayerda xato qildim? Xato qilish aslida norma. Lekin xatoni takrorlash bu ahmoqgarchilik. Ya'ni ahmoqning ishi. Men xulosa chiqarishim kerak. Shuncha juft halolimni qiynatib qo'ydim, ko'z yoshlariga sababchi bo'ldim. Shuni o'ylab ko'rish kerak. Farzandlarni o'ylash kerak. Mana shunday, ya'ni xulosa chiqarish kerak. Ikkita juftlik ham mana shunday. Ishonch albatta bo'ladi, lekin ishonch bo'lmasa sevgi ham yo'q. Biz o'ylaymiz, men uni sevaman, lekin rashk qiladi, mana shunday. Yo'q, bu siz uni sevmaysiz. Siz u faqat meniki bo'lsin deb o'zingizniki, собственник deydi, ruschasiga o'zimniki. Yo'q. Bu sevgi emas, bu o'zingizni ham, u insonni ham azoblash. Ayniqsa erkak kishi, bilasiz, erkinlikni yaxshi ko'radi. Qancha uni qissangiz, u barmoqlaringiz orasidan chiqishga harakat qiladi. Xatoliklarni muhokama qilishda qanday to'g'ri yondashuvlar bor? Xatolarni avvalo boya aytganingizdek eshitishni bilish kerak. Bitta xulosaga kelish kerak. Uni ham, meni ham, bizning xulosamiz bo'lish kerak. Bizda nima bo'ladi? Urush janjal ba'zida o'zidan o'zi yarashib ketdi. O'zi aytiladi, janjal ham aslida go'zaldir. Qachonki undan to'g'ri, chiroyli xulosa chiqsa, ya'ni yechim chiqsa, yechim bo'lish kerak. Bizda go'yoki bu o'tib ketdi, ya'ni muammo bor, shunchaki yarashib ketdi. Yo'q, muammo bor, meni og'rig'im bor. Gaplashib, bir-biriga boya aytgan xulosalar chiqarish kerak. Menga bu yoqmaydi, bu dilimni ortyapti. Bu ham aytsin. Kimdir ayol kishi o'zinikini aytsin, erkak kishi o'zinikini aytsin, o'rtada murosa kelish kerak. Misol uchun erkak kishi o'rtoqlarim yonida telefon qilma, qatta deb so'rama, bu meni o'rtoqlarim yonida yoqtirmaydi ular telefonni, qayerdasiz mana shuni desa, ayol kishi ham xo'p, shu payt menga SMS yozib qo'ying yoki shunchaki men bandman deb qo'ng'iroqni shunchaki aytsangiz, men xavotirim pasayadi. Mana shunday murosa, aslida oddiy hammasi. Biz o'zimiz murakkablashtiramiz buni. Tushunarli. Va biz loyihamizni e'lon qilganimizda tomoshabinlarimizdan savollar ham kelgan. Navbatdagi savol mana shunday. Turmushim bo'lmagan, lekin yana turmush qurishga qo'rqyapman deb yozibdilar. Nima qilishim kerak? Turmush qurishdan qo'rquv demak nima bor? O'tgan xotira bor. Ana shu qo'rquv yana qaytariladi. Qandaydir tajriba borda, og'riq bor, muammo bor. Demak, birinchi bo'lib o'sha o'tmishingizdagi insonni kechirish, qabul qilish, bu taqdir edi, bu yozib bitilgan edi, rizqimiz alohida ekanligidan biz ma'lum bir sabablarga ko'ra ajrashib ketdik. Mana shu. Lekin u aybdor, bu aybdor hech qanaqa foydasi yo'q. Chunki xafagarchilik sizni ichingizda yashayapti. Men xafa bo'lsam va uni kechirmayman desam, turmush o'rtog'im kechira olmayman bu xatti-harakatlari uchun, men ajrashganman desa, biling, bu sizni azoblaydi, bu sizni ichingizda, uni ichida emas. Va bu degani uni zaharlashini kutib, men zaharni ichdim degani. Go'yoki mana shunday. Kechirim unga kerak emas, sizni yengillashingiz uchun, yangi munosabatga ochilish uchun. Ko'p juftliklarda e'tibor qaratganmanki, ajrimdan keyin qaysi juftliklar juda ham baxtli bo'lib ketgan? Bor, juda ham ko'p. Ya'ni ajrimdan keyin baxtli bo'lish, ikkinchi turmush bo'lish, ikkinchi marta turmush qursa baxtli bo'lish mumkin. Qachonki
birinchi turmushga rozi bo'lsa, qo'yib yuborsa, kechirsa, mana shu vaziyatda bu yoq gullaydi. Agar bu yoq ayblash bilan o'tsa, bu hissiyot ichida-ku, u psixosomatikada mingta kasalliklarni olib keladi. U o'zini yeydi, juda ham ko'p. Men hatto so'rab surishtirganman, juftingiz bilan qanday desa, u bilan ishim yo'q va unda va bu bilan zo'r deyshadi. Kimdir ham, bu bilan ham yaxshi emas, ikkinchi marta turmushda ham yaxshi emas. Nima desam, chunki o'tgan oldingisi ham xuddi shunday edi. Ko'ryapsizmi, og'riq qolib ketgan. Ya'ni men buni ko'rganimda, agar undan rozi bo'lmasam, kech keldi, oldingisi ham kech kelgan, demak, hozir u boshqasini yonida. Demak, u sotqinlik qilyapti. Demak, ya'ni ko'ryapsizmi, qachon bundan yukdan xalos bo'lsangiz, bu yoqqa bemalol yuksiz o'tasiz. Xo'p, o'sha og'riqlardan qanday qutulish mumkin? Qanday esdan chiqarish mumkin? Oson emas, bunga ham vaqt kerak. Imkon qadar agar kechira olmayapman desangiz, mutaxassisga murojaat qilishingiz kerak, chunki bu protsess. Va qancha muddatni talab qiladi? Hech qancha muddatni talab qilmaydi. Aniq muddat ham yo'q. Misol uchun 1 oy, 2 oy. Ba'zilar bitta terapiyada, oldin psixologiyada insonlar 2 yillab borgan, ya'ni o'zini ruhiyatini ko'tarish uchun. Hozir shunday kuchli texnikalar borki, insonni ongidagi, ong ostidagi axborotlarni mana shu bitta ikkita bir ikkita konsultatsiyadan keyin uje inson ko'p narsani tushunib oladi. Shunday kuchli terapiyalar bor va aslida hammasi joyida ekan. Aslida har bitta vaziyat meni foydamga ishlagan ekan deb kabinetingizdan chiqib ketadi. Va yana navbatdagi savol, turmush qurganimizga 6 yildan oshdi. Turmush o'rtog'im bilan munosabatim juda ham yaxshi, lekin qaynonam bilan hech kelisha olmayman. Nima qilishim kerak? deb so'rayaptilar. Birinchi bo'lib, psixologik tomondan qarasak, qaynona bilan xafa bo'lsangiz yoki undan jahlingiz chiqayotgan bo'lsa, o'ylab ko'ring, bu hissiyot, bu og'riq kimga tegishli? Balki onajoningizgadir. Onangizdan xafadirsiz. Aslida shunday. Chunki qaynonamiz bizga kimnidir eslatyapti. Bu psixologik tomondan. Ko'p ayollar, "Yo'q, onamdan xafa emasman, onamni jonimdan ortiq yaxshi ko'raman" dedi, lekin bu yuzaki. Arzimagan narsalarga xafaligini keyin sanab o'tadi. Bu bir. Keyingisi esa qaynonamni bizada nima obraz bor? Qaynona haqida yoshlikdan obraz bor, qattiqqo'l, jahldor, qandaydir maqollar qiz bolani ongida qaynona mana shunday obrazda shakllangan. Ya'ni biz qanday obrazdan ichimizda dasturimiz bo'lsa, bu orqali mana shunday insonlar bizga rol o'ynagani kirib keladi. Ya'ni biz, chunki men uni shunday bilaman. Men uchun u jahldor. Menga doim onam, qaynonam juda ham qattiqqo'l deb meni miyamga quyib kelgan. Shuning uchun o'ylab ko'ring. Bu kinolar ham ta'sir qiladi. Ba'zi rollar qaynonani zulmkor bo'lsa, bola buni ko'rib katta bo'lsa, qaynona obrazi shunday ekan, mana shunday. Bu ham bo'lishi mumkin sabab. Va yana navbatdagi savol ham aynan o'sha oila mavzusiga tegishli. Oilaliman, lekin hech ham shu oilaga ko'nikib keta olmayapman. Nima qilsam bo'ladi, harakat qilyapman, lekin imkonini topa olmayapman debdilar. Lekin qancha vaqtdan beri oilali ekanliklarini yozmaganlar, qancha yil o'tganini. Demak, adaptatsiya jarayoni ketyapti. Adaptatsiya jarayoni demak, o'sha krizis davrlari bor, 1 yillik, 3 yillik, 7 yillik, qaysi yilda etapda ekanligingizni yozmagansiz. Iloji yo'q, qaysi ma'noda imkon qadar sizda narigi xotira borda. Men oilamda yaxshiroq edim. Meni u yerda tushunishardi. Yo'q, u boshqa davlat. Siz boshqa davlatga turmushga chiqdingiz. Oddiy qilib tushuntirganimda. U yerda qonun qoidalar boshqa. Ya'ni o'zingizning ota-onangizda qonun qoidalar boshqa. Ya'ni bu yerda esa umuman qonun qoidalar boshqa. Ana shu joyni direktori, prezident ham boshqa. Ularning qoidalariga bo'ysunishga, shartnomalarni to'g'rilashga deyarli majbursiz. Chunki siz mehmon bo'lib, keyin esa u yerda mezbon bo'lib qoladigan kelin rafiqasiz. Sekin-sekin bu narsa moslashadi. O'zi qancha vaqt talab etiladi psixologiyada, muddati bormi? Adaptatsiya jarayonini. Adaptatsiya jarayoni insonni o'ziga bog'liq. Kimdir ham haqiqatdan ham shu inson o'ziga bog'liqmi yoki bo'lmasam ana shu oila a'zolariga ham bog'liqmi? Endi baribir kelin mehmon bo'ladi-da dastlab.
o'rganib ketish uchun oila a'zolarini o'rni muhim emasmi? Muhim. Ular qanday yo'l tutishi kerak? Atrof muhit juda ham muhim. Atrofingiz juda ham muhim. Agar siz tunu kun mehnat qilsangiz, ularni ko'nglini olishga harakat qilsangiz, pishiriqlar nimadir ham o'zini yaxshi ko'rsatishga harakat qiladi-da. Nimadir o'xshamay qolsa, ishmay qolsa, sal kuyib qolsa, hechqisi yo'q, keyingi safar buni ko'paytiring, kamaytiring deb yo'l yo'riq ko'rsatadigan qaynona hisoblanadi va jufti halol turmush o'rtog'i. Albatta, ularning qo'llab-quvvatlashi juda ham katta rol o'ynaydi. Ba'zi qizlar bor, juda ham chaqqon, hamma narsani eplab keladi. Ba'zi uyalchang qizlarimiz bor. Ular o'zi hayotda ham, ya'ni ota-onasinikida ham uyalchang bo'lgan, ular chiqib ketishi juda ham qiyin. Ularni go'yoki gap qaytarmaydi, bu bosiq deydi-ku, lekin u hammasini ichiga yutadi va e'tibor qaratsangiz, bunday kelinlar juda ham ko'p kasal bo'ladi. Tushunarli. Va yana navbatdagi savol. Turmush o'rtog'im ko'p meni xafa qiladilar. Lekin o'zlarini ayblarini tan olgilari kelmaydi. O'zlarini ayblarini qanday qilib bildirib qo'ysam bo'ladi? Tushuntirishni xohlayman. Qaysi yo'llar bilan tushuntirish mumkin? Mana shunday savol kelgan. U aybini tan olmasa. Aybdor ekanligini vaziyatda, mana shu vaziyatda u aybdor ekanligini qanday qilib chiroyli qilib tushuntirsam bo'ladi, yo'llari bormi? Albatta yo'llari bor. O'sha insonni temperamenti, xarakteriga moslashishingiz kerak. Qachondir u yaxshi kayfiyatda bo'ladi. Ana shu yaxshi kayfiyatda bitta texnika aytishim mumkin. Uni yaxshi taraflarini maqtaysiz, sanab o'tasiz, bu samimiy bo'lish kerak. Siz bundaysiz. Qarang, nimadir qilib qo'yganda, yaxshi taraflarini sanaysiz, keyin esa lekin mana bu xatti-harakatingiz qalbimni og'ritdi-da, hammani yonida urushib berganingiz, orqasidan nimanidir aytib ketasiz. Bu ishlaydi. Va ana shu vaqtni ham biling. Jahl chiqqandami, gapirib borsangiz, albatta sizga hech qanaqa gapingizni eshitmaydi. Kayfiyatiga yarasha sekin moslashingiz bo'ladi. Umuman ayol kishi aytiladiki, suv kabi bo'lishi kerak. Ya'ni suvni qaysi idishga solsangiz, u shu formani oladi. Moslashib ketuvchan. Albatta, uzunchoq idishga solsangiz, uzunchoq, dumaloqqa solsangiz, dumaloq. Mana shunday bo'lishi kerak ayol kishi. Nima uchun ayol kishi shunday bo'lishi kerak, erkak kishichi? Erkak kishiga jasorat, kuch, g'ayrat, ularga mehnat, ularga ta'minot berilgan, ya'ni boquvchilik berilgan. Mana ularning vazifasi. Bizlarniki moslashuvchan. Haqiqatan ham o'ylab ko'ring, agar oilada ayol kishining kayfiyati bo'lmasa, buni hamma biladi. Buni bolalar biladi, bolalarni turtasiz, urasiz. Misol, ba'zi ayollar erkak kishiga jahl qiladi va keyin men nima qildim deb turadi. Uni holati har bitta insonga ta'sir qiladi. Hattoki u buni bildirmaslikka harakat qilsa ham. Qovoq soling. Yo'q, qovoq solmadim deb olishi ham mumkin. Erkak kishining kayfiyati yo'q bo'lsa, ana shu suv kabi ayol sekin uni tinchlantira oladi. Tushunarli. Xonasiga kirib, choyingizni iching, kofeingizni iching, bolalar jim, mana shunday qilib sekin erkak kishi ko'ngliga yo'l topgan 20 daqiqa vaqt bersangiz, u o'ziga kelib oladi. Tushunarli. Rahmat maslahatlar uchun. Ayni daqiqalarda tomoshabinlarimizdan biri bizga qo'ng'iroq qilib tushganlar va bizni allaqachon kutib turyaptilar. Assalomu alaykum. Siz taskin loyihasiga qo'ng'iroq qilib tushdingiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum yana bir bora. Xayrli kech. Assalom. Rahmat. Marhamat, savolingizni berishingiz mumkin. Xo'p. Men to'yim bo'lganiga 7 oy bo'ldi. Xo'sh. To'yimiz bo'lganiga. Xo'p. Psixologga savolim, ayolim ko'p kasal bo'lyapti-da, shkuldada. Oldin hech qizlik paytimda kasal bo'lmagan edim deydi, lekin shu paytlarda kasal bo'lib, shamollab qoladi, tomog'i bo'g'ilib qoladi. Buni ruhiy, psixologik jihatdan qanaqadir anaqasi bormi, aloqasi bormi? O'shani bilaydi, o'tgan joyingiz. Tushunarli. Rahmat savol uchun, befarq emasligingiz uchun ham. Savol tushunarli, Dilafruz. Demak, turmushga chiqqanlardan keyin ko'p kasal bo'layotgan ekanlar. Nima uchun? O'sha boyaga aytganimizdek, bu adaptatsiya jarayoni, xavotir olmang, bu o'tib ketadi. Juda ham deyarli barcha ayollarda, 90% ayollarda, ya'ni kelinchaklarda turmush qurgandan keyin mana shu kasalliklar chiqadi. Go'yoki u kasal yo'q, u adaptatsiya jarayoni. Bilasizmi? Bolani bog'chaga olib borganingizda nima bo'ladi?
birinchi ikkinchi oy kasal bo'ladi, to'g'rimi? Xuddi shunday, ya'ni u moslashuv jarayonida. Va kasal bo'lgan insonga biz nima qilamiz? Biz narsa olib beramiz, mehr beramiz, ayiymiz, sevgi beramiz, to'g'rimi? Oldin qilmagan xatti-harakatlarimizni qilamiz. Ya'ni bu mehrning olish bir yo'li. E'tiborning olishni bir yo'li. Bu degani u atayin qiladi degani emas. Yo'q, bu ongsiz ravishda immunitet pasayadi. Ya'ni siz ularni mehr, sevgi, sizdan ko'rishlari uchun, mana shunday uni tushunish uchun, u 1 yillik krizis davrida biz o'ylaymiz, ikkita juftlik turmush qurgandan keyin juda ham romantika yashaydi, aynan ayollar shunday deb o'ylaydi, lekin tasavvur qiling, erkak kishi hech narsa o'zgarmadi. Choyxona bor, ko'chaga mumkin, muhit o'zgarmadi, uy o'sha, ayol kishi hamma narsa o'zgardi. Dugonalar yo'q, ota-ona uzoqda, qonun qoidalar boshqa, oziq-ovqat boshqa, ya'ni bu muhit albatta bu muhit boshqa. Shuning uchun har bitta oila a'zolariga e'tibor qaratish, ko'nglini olish. Tasavvur qiling, erkak kishi ayolni uyida yashagan, hatto erkak kishi bo'lsa ham bu juda ham qiyin. Shuning uchun bu moslashuv davri. Qo'llab-quvvatlashingiz, sen yaxshisan, o'z yaxshiligini bilgisi keladi hamma. Sen yaxshisan, seni qaysidir xatti-harakatlarni maqtab qo'yishi, sizni mana shu gaplaringiz unga immunitetdek ta'sir qiladi. Turmush o'rtog'ining gaplari. Mana shu bu o'tadigan davr hisoblanadi. Demak, hurmatli tomoshabin, ko'proq o'sha ayolingizga e'tiborli bo'ling. Mayli, sovg'a salom qilmasangiz ham, faqat shirin so'zlaringizni ayamang deb qolamiz. Bu psixologimizning maslahatlari. Demak, xavotir olmang. Bu o'tib ketadigan davr qanchadan keyin o'tib ketadi? Uzoq 1 yilda o'tib ketadi, chunki uni keyinroq kasal bo'lishga vaqti bo'lmaydi. 1-2 yilda nimaga? Farzandli bo'lasizlar, mana shunday, ya'ni immunitet o'zidan o'zi hosil bo'ladi. Vaholanki bola ko'p quvvatni olgan bo'lsa ham, ayol kishi diqqati уже men onaman. Ya'ni bu yoqqa ancha moslashib olganman degan fikr bo'ladi. Meni tan olishda, meni qabul qilishda degan fikr bo'ladi unda. Xuddi shunday. Dilafruzxon, aytingchi, odamlar nima deydi deb ish qilish foydami yoki zararli? Psixolog sifatida. Odamlar nima deydi deb ish qilish menimcha ko'proq zarar. Chunki odamlar nima deydi deb ko'p narsadan yutqizib qo'yasiz. Orzuyingizdan, maqsadingizdan. Aksincha, inson, hech qaysi bir inson, bitta sirni aytaman, sizga umuman qiziqmaydi. Hech bir inson dunyoda sizga qiziqmaydi. Hammani o'zining dardi, o'zining muammosi, uning o'zining orzusi qiziq. Biz o'ylaymiz, meni qo'shnim menga men bilan nimadir deydi. Yoki qarindoshlar yo'q. Qarindoshlar siz haqingizda gapirgandan keyin sizga savol, 1 daqiqadan keyin u nima bilan band bo'ladi? O'zini hayoti bilan band bo'ladi. Esdan chiqib ketdi, o'zini hayotini, o'zini mana shunday. Biz o'ylaymiz, tunu kun biz haqimizda kimdir o'ylab yuribdi. Yo'q, hech kim o'ylamaydi. Shunchaki suhbat yo'qligi uchun biron bir sizni mavzu qilib chiqarishi mumkin va 1 daqiqada o'zini hayotini davom ettiradi. Shuning uchun odamlar nima deydi deb menimcha yashash kerak emas. Bu degani jamiyatdan befarq ham bo'lib qolish kerak emas. Ya'ni uzilib eshitib xulosa chiqarish kerak. Albatta, ya'ni menga baribir kim nima desin emas, ya'ni oltin me'yorlik bilan imkon qadar orzu maqsadga taqalyaptimi bu so'z? Uni albatta amalga oshiring. Bu hayot sizniki. Hammani baxtli bo'lishga haqqi bor. Yana bir qo'ng'iroq egasi borlar, bizni kutyaptilar. Allo, assalomu alaykum. Siz efirdasiz. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Sog' bo'ling. Marhamat, savolingiz bormi? Albatta savolim bor. Mana bu psixolog qizimizning javoblari juda meni qoniqtirdi birinchi navbatda. Juda ham yaxshi. Endi shunday savolim bor. Marhamat. Hozirgi zamondagi qizlar agar qayinna qaynotasining uyiga kelib turib turmush qurishga keladigan bo'lsa, ular yashashi juda qiyin bo'layapti-yu, o'sha vaqtning o'zida yuki bilan alohida uyga, kvartiraga chiqarib qo'ysa, hech qanaqangi muammosiz yashab ketadi. Bu uning axloq odobidanmi, tarbiyasidanmi, nimadan kelib chiqadi bu? Men ba'zan shuni soxtalik deb bilaman-da. Siz nima deb o'ylaysiz? Rahmat savol uchun. Sog' bo'ling. Savol uchun rahmat. Qiziq savol. Nimaga qaynona qaynota bilan
murosa qila olmayapti, lekin alohida yashasa, u yaxshi yashab ketadi. Ha, demak, ikkita juftlik hech kim aralashmasa, haqiqatga tik qarash kerak, yaxshi yashab ketadi. Shu ham bo'lishi mumkin. Hammaga ham emas, ba'zi qizlar bor, ko'pchilik yashashni istaydi, ba'zi qizlar mana shunday qaynona bilan yashaydigan, istaydigan kelinlar ham bor. Lekin bu degani, demak, bu qizni avvalo niyati shunday bo'lgan. Ya'ni men alohida yashayman, turmushga chiqaman degan unda o'y, xayol, fikrlar bo'lgan, maqsad bo'lgan. Bu yomon degani emas. Bu yomon degani emas. Bu shunchaki ikkita juftlik oddiy va haqqoniy gapiraman. Qaynona qaynotani yonida erkalanish, shirin so'zlar bo'lmaydi, uyaladi, torinadi, orinadi, lekin ular yo'q bo'lmasa shirin so'z, komplimentlar, ikkalasi mana bemalol gaplashadi. Bu ham bo'lishi mumkin. O'shaning uchun agar siz oilangizda shunday qaynona qaynota ikkita juftlikka tergamasdan, urushmasdan, kafega borma, pulni ketkizma demasangiz yoki ha deb misol hamma emas, cheklovlar bo'lsa, ayolingga qattimroq tur, unday gaplarni gapirma, erkalatma. U xohlaydi. Hozir zamonaviy hayot, sotsium juda ham zamonaviy, internetda axborot ko'p. Shuning uchun ularda bu ayb emas. Agar siz oilangizda shunday sharoit yaratib bersangiz, bemalol ha romantikami, mayli xonasida romantikasini qilsin, bir oyda bitta qayergadir borib kelsin, menimcha hech qanday kelinchak alohida yashagisi kelmaydi o'sha payt. Lekin qistov bo'lgandan keyin men niyatlarim ushalmayapti deb kimlarnidir ayblashni boshlaydi va o'ylaydiki, agar chiqib ketsam, men ko'proq turmush o'rtog'imga vaqt ajrataman, e'tiborli bo'laman va munosabatimiz yaqinlashadi, yaxshilanadi va bu shunday ham bo'lishi mumkin. Insonlar baribir turli xil. Kimdir negativ fikrlarni yaxshi qabul qiladi va e'tibor bermaydi. Kimdir esa ich-etini yeydi. Negativ fikrdan qanday qutulish mumkin? Negativ fikrdan butunlay qutulib bo'lmaydi. Bu keladi, lekin kimdadir immunitet hosil bo'lgan bo'ladi. Bu immuniteti yo'q insonlar nima qilishi kerak? Siqilib yuraveradi. Immuniteti yo'q, o savolingizda javob bor. U siqilib yuraveradi, o'zini yeb, bitirib. Yo'q, mana shu jarayondan qutulmoqchi. Nima qilsin? Mutaxassisga borsan, psixolog o'zimdan qo'limdan kelmayapti-ku, mana qanday qilib men haqimda yomon gapirishyapti yoki yomon fikrlar, yomon gapirmasa ham lekin unga negativ bo'lib kelyapti. Yomon fikrlar kelyapti, o'y xayollar. Endi savol, yomon o'y fikrlar nimadan keladi? Demak, buni ildizida nimadir bor, voqea, xotira bor. U voqea, xotira kimlardan bilandir bog'liq. O'sha insonlardan xafasiz. Shular bilan ishlash kerak. Buni o'zingiz uddalashingiz qiyin bo'ladi. Umuman yomon fikr, u xayollarni oddiy texnikasini berish mumkin, qutulish uchun mana. Va shu narsa miyamda aylanyapti desangiz, shu narsaga keyin nima bo'ladi? Keyin nima bo'ladi deb o'sha hissiyotingizni nolga chiqazing. Aytiladi, ruschasiga nada prajit deydi. Nolga chiqarganingizda aslida bilasiz, hech narsa bo'lmasligi, ya'ni bu qo'rquv bo'lishi mumkin, bu vahima bo'lishi, yomon fikr nimadanligi bilmay, bu umumiy qilib olingan narsa. Hozir savolingiz mana shunday. Va yana bittasini aytishim mumkin, hayotingizdagi eng chiroyli voqealar hammada bo'ladi. Tug'ilgan kun, bayramlar, baxtli kunlar, sevgan insoningiz bilan uchrashuv, ya'ni nimadir bilmadim, hammaligi har xil. Ana shu 3 ta 5 tasini o'ylang. Ana shunda yomon o'y fikringiz ham, ya'ni siz zanjirni uzdingizda sipochka bo'lib ketadi-da. Chunki bilasizmi, bitta o'y xayolni o'ylasangiz keyingisi bo'ladi. O'zi oldindan shunaqa edi, oldindan meni yomon ko'rishardi, oldin ketdi. U sipochka bo'lib, ya'ni ulanib ketadi. Uni uzishni yo'li qandaydir shirin xotiralarni eslash. Tushunarli. Ayni daqiqalarda hurmatli tomoshabinlarimiz, biz biroz tanaffus qilib olamiz. Bizda reklama chunki undan so'ng yana davom etamiz. Marhamat. Voy, eng qiziq joyda to'xtadi-ya. Siqilmanglar, hozir qaytamiz. Birinchi buyurtmaga marketda promokod berishyapti. Qaysi marketda? Market Yandex Go birinchi buyurtmaga mahsulotlarni Pochin promokodi bilan 50% chegirmaga xarid qiling. Yandex Go katta chegirmalarga yaqinlashtiradi. KFC'dan ommabop taomlarni 40% gacha chegirma bilan buyurtma qiling. Va bu hali hammasi emas. Hammasi Yandex Go ilovasida.
Birinchi buyurtmaga marketda promokod berishyapti. Qaysi marketda? Market Yandex Go birinchi buyurtmaga mahsulotlarni Pochen promokodi bilan 50% chegirmaga xarid qiling. Ishoning, juda ham qaynoq bo'ladi. Aziz tomoshabinlar, biz qaytdik. Siz taskin loyihasini tomosha qilyapsiz va biz jonli efirdamiz. Agarda psixologimizga savollaringiz bor bo'lsa, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Telefon raqamlarimiz ishlab turibdi. Ekranlaringizda ham namoyon bo'lib turibdi. 71 kodi bilan 244 01 41 raqami. Dilafruzxon, aytingchi, insonlarni o'zgartirsa bo'ladimi? Chunki har bir inson individual va xarakter, ko'pchilik aytadi-ku, xarakter baribir o'zgarmaydi deb. Uni o'zgartirsa o'zi aslida bo'ladimi? Xarakterni o'zgartirsa bo'ladi va inson ham o'zi ham aytadi, oldin boshqacha xarakter edim, hozir og'ir bosib bo'lib qoldim deyishi mumkin, bo'lishi mumkin. Ovqatlaringizda o'zgarish, gap so'zingizda bo'ladi, o'zgartirish bo'ladi. Asosiysi o'zgartirishga harakat qilish ahmoqlik. Bu o'zidan o'zi shakllanadi. Ilm orqali, nimadir tajribalar orqali mana shunday. Temperament degan narsa bor. Misol uchun ayol kishi o'zini turmush o'rtog'ini o'zgartirmoqchi, xarakterini, qaysidir xarakteri yoqmayapti va uni o'zgartirish niyatida. O'zgartira olarmikin? Yo'q, o'zgartirishdan voz keching. Uni shundayligicha qabul qilish kerakmi? O'zgartirishdan, ayniqsa erkak kishini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, u buni sezsa, bo'lishi mumkin, battar qilishi ham mumkin. Bo'lishi mumkin. O'zgarishni tasavvur qiling, sizga yoqmagan narsani yoki siz umuman xohlamagan narsani men qilmoqchiman. Erkak kishi, jangchi, ovchi, uni o'zgartirish juda ham qiyin. O'zgartirishning bir yo'li bu sevgi, mehr, bu shirin so'z, bu qandaydir tajribali voqealardan keyin birga qolishi, mana shunda o'zgarish mumkin. Bu yillar tajribalar orqasida o'zgarish mumkin. Lekin ayni mana shu xarakterni yo'q qilaman desangiz juda ham qiyin. Bo'lishi mumkin, tushunadigan insonlar juda ham kam. Unda ham murosa qilib tushuntira olsangiz, so'zingizni to'g'ri ifodalab bera olsangiz, nima yoqmayapti, o'tirib xotirjamligida turmush o'rtog'ingizga mana shuni xohlardim, agar mumkin bo'lsa shuni boshqacha qilasizmi deb unga go'yoki variant aytgandek, qilib bering, o'zgaring, aytganimni qiling emas, variant bergandek qilsangiz, u o'zgarishi mumkin. Tushunarli. Hozir siz gapiryapsiz va bir jarayon, dugonami bir gapi yodimga tushib ketdi. Turmush o'rtog'im juda ham ko'p yolg'on gapiradi. U nafaqat menga, balki yon atrofdagilarga, qarindosh urug'larga o'zidan o'zi yolg'onlarni ko'p gapiradi. Men ham kulib qo'yaman. Men erim aytadi va qaytadi ham dedi-da, lekin bu nima uchun shunday ekan deb xafa ham bo'ladi. Bu ruhiyatiga bog'liqmi yoki bu kasallikmi? Keling, mana shu savolga yana bir qo'ng'iroqdan so'ng javob berasiz. Jonli efirda biz tomoshabinimizni kuttirishni xohlamaymiz. Marhamat. Alo, assalomu alaykum. Siz efirdasiz. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Taskin loyihasiga qo'ng'iroq qildingiz. Mani bitta savolim bor sizga. Faqat juda savol. Bilasizmi, men shuni qo'yim, baxtli ayolni hamma narsani bitardi. Nima xohlasam olaman. Nima o'zi bormoqchi bo'lsam boraman. Bundan umuman muammo yo'q. O'zimga o'zim hayron qolaman. Men qanday qilib shunchalik yoqqan tomonim bor ekanki, shunday baxtga erishganman. Shuni menga aytib bering. Qanday ayol shunday bo'lishi mumkin? Tushunmadim. Menimcha bular televizorga yaqin bo'lsa yaxshi eshitilmas ekan. Yaxshi eshita olmadingizmi? Agarda bundan muammo yo'q dedilar, yana nimadir. Agarda tomoshabinimiz hozir uzilmagan bo'lsalar, shu yerdamisiz? Yaxshi eshitaman. Mana hozir bizga rejissyorimiz aytayaptilar, tomoshabinimiz shunday savol yo'llabdilarki, men juda ham baxtliman, hech qanday muammoim yo'q deyaptilar va yana nima dedilar? Nima uchun shunday? Nima uchun shunday? Qanday shunday erishganman, o'zimni o'zim hayron qolaman. O'zimga o'zim hayron qolib, ko'z tegmasin deymiz. Uncha yaxshisiz. Va siz biz bilan siringizni bo'lishing. Texnikangiz bilan bo'lishing. Buning siri nimada? Bu zo'r-ku. Bu zo'r. Sizni tabriklayman. O'zidan, hayotidan mamnun bo'lgan inson bu degani shunchaki hamma narsani boricha qabul qilishni o'rganadi. Shunchalik ular og'ir bosiqmilar? Bo'lishi mumkin. Hamma narsa oson deyaptilar. Demak, shunaqangi tajribaga egasizki,
Bu yetuklik pozitsiyasi hisoblanadi psixologiyada. Bu ham shunday insonlar ham bor. Sizni tabriklayman. Bu zo'r. Xo'p, psixologiyada shunday inson, endi hayotimizda bor shunday insonlar. Ularning siri nimada? Psixolog sifatida ayta olasizmi? Ularning siri birinchi bo'lib ayblashni to'xtash. Hech kimni ayblamaydilar har qanday vaziyatda. Ha, ayblov bo'ladi, o'sha vaziyatda ko'tariladi, lekin xulosa chiqaraman. Ya'ni men o'zim uchun nimadir manfaati deyiladi, psixologiyada manfaatini bu orqasidan men lekin bunga erishdim, men o'zimga vaqt bo'ldi, ertaga bormagan bilan nimadir o'zingizga buni foydasini albatta har bitta og'riqli vaziyatni sizga foydali tarafi bor. Uni topa olasiz agar siz xohlasangiz, lekin biz faqat og'riqqa yopish olamiz. Ayblashni to'xtagan inson mana shunday urovень deyiladi, mana shunday darajaga kela oladi. Demak, hurmatli tomoshabinimiz, savol uchun kattakon rahmat va albatta biz havasdamiz. Tomoshabinlarimiz orasida ham mana shunday hamma narsani to'g'ri qabul qila oladigan, o'zini idora qila oladigan tomoshabinlarimiz borligidan xursandmiz. Va savolimga qaytaman, javobini eshitaman. Yuqoridagi o'sha turmush o'rtog'idan xavotirda. Bu ruhiy kasallikmikin? Ko'p yolg'on gapirish. Albatta bu ruhiy kasallik emas. Demak, bolalikdan shakllangan bu odat, buni yo'q qilish juda ham qiyin. Yo'q qilishga harakat qilmang, asosiysi bilar ekansiz. Siz uje moslashing. Qayerda yolg'on gapiryapti, qayerda rost gapiryapti, siz shunga qarab xulosalarni chiqaring. Mana shunday. Maqtonchiqlik ko'pincha nimanidir kompensatsiya deydi, nimanidir yopadi-da. Ya'ni u o'zini zo'r ko'rsatgisi keladimi? Bolaligida ko'p maqtalmaganmi? Ya'ni inson ko'p gapirsa, ko'p maqtansa, nima xohlaydi? E'tibor xohlaydi. Demak, bolaligida ko'p e'tibor berishmaganmi bu shaxsga? Shuning uchun mayli, mana shu e'tiborni shu orqali yolg'on gapirib, ko'p gapirib olayotgan bo'lishi mumkin. Inson agar qo'ng'iroq bor ekan, savolimni keyin beraman. Marhamat, biz sizga bog'landik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xayrli kech. Marhamat, savolingizni yo'llashingiz mumkin. Mening savolim, qaynonam bilan sag'al muammo bor. Men judayam kelin bo'lishimdan oldin judayam yaxshi anaqa taassurotda bo'ldim. Endi hozir masalan oldin chidardim, unda jahlimni chiqadi degan gap gapirib qo'yardilar. Oldin chidardim. Hozir shunaqa bo'lyaptiki, oddiy gap gapirsalar ham anaqa asabim buzilib titrab ketyapman, jahlim chiqib ketyapti. Nima qilsam bo'ladi shunga deyapman. Ko'rgim shu darajada bo'lamanki, ertaga o'zim ham ona bo'laman, ertaga o'zimga ham farzandim bo'ladi. Lekin shu darajada bo'lyaptiki, ko'rgim ham kelmayapti. Eshitgim ham kelmayapti. Shu darajada kelib qoldi o'sha. Hattoki mana ko'z yoshlari ham bilinib turibdi. Juda ham xafa bo'lgan holatda gapiryaptilar. Demak, nima deydi? Limit deydimi? Ortig'idan ko'ra sabr. Asabiylashib qolyapgan ekanlar. Demak, bu har kuni davom etyapti. Sabr deb biz osonlikcha ayta olyapmiz-da, lekin sabr tugayapti-da. Ha, sabr toqatlari tugayapti. Nima qilishlari kerak? Qanday qilib bu tomoshabinimizga biz yordam bera olishimiz mumkin? Albatta, demak, hozir ko'z yoshlar bor, og'riqli juda ham. Shunga yarasha qanchadir nimalardir voqealar bo'lib o'tgan. Sog'liqlar ham ketyapti. Sog'liq ketadi, xafagarchilik, alamzadalik bu sog'liqni yeb bitiradi. Boya bundan oldingi qo'ng'iroq egalari nima dedi? Nega ikkita juftlik alohida yashasa, yaxshi yashayapti deydi, lekin qaynota bilan yaxshi yashab keta olmayapti. Mana shu ba'zida balki imkoniyat berib ko'rish kerak. Qaynota mayli oila ajrashgandan ko'ra, bunday sovuqchilik tushib yoki qandaydir kasallikni orttirgandan ko'ra mayli bo'lak bo'lib oilani saqlab qolishda mana shunday qilish yechim bo'lishi mumkin. Va imkon qadar mutaxassisga uchrashingizni tavsiya qilardim. Agarda hurmatli tomoshabin Dilafruzxonni manzillari kerak bo'lsa, albatta biz ekranlarda ko'rsatamiz. Murojaat qilishingiz mumkin. Psixolog maslahati kerak bo'lsa, mana
ijtimoiy tarmoqlardagi profillarining manzillari va albatta telefon raqamlari ham mavjud azizlar. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bajonidil qo'llaridan kelgancha yordamlarini ayamaydilar. Telefon raqamlari ham ekranlaringizda. Biz jonli efirdamiz. Qandaydir muammo sizni qiynayotgan bo'lsa, albatta bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bo'ladi. Yuqorida tomoshabinimiz qo'ng'iroq qildilar. Hurmatli aziz uy bekasi, hech ham ko'z yosh to'kmang. Bu dunyo o'tkinchi, to'g'rimi? Har bir narsani to'g'ri qabul qilishga harakat qiling. O'zingizni sog'lig'ingiz o'zingizga kerak. Mayli qaynonangiz bilan chiqisha olmayotgan bo'lsangiz ham, buni yuzingizda tabassum bilan yengishga harakat qiling. Baribirga ham chiroyli munosabatni, chiroyli gaplaringizni kanda qilmang. Baribirga ham bir kun yuzaga chiqasiz. Farzandlaringizga kerak sizning sog'lig'ingiz, o'zingizga kerak. Juda ham xafa bo'lib ketdim mana shu jarayonda. Xo'p, navbatdagi savolim, agarda insonni hayotda yashashga bo'lgan intilishi, qiziqishi yo'qolganda nima qilish kerak? Psixologiyada qandaydir bir yechim bormi? O'zi hayotga qiziqish yo'qolsa, bu yaxshi emas, oddiy qilib aytilganda. Demak, bu degani men yashagim kelmayapti degani. Birinchi bo'lib o'ylab ko'rish kerak. Yana men mutaxassis sifatida og'riqlarga taqalaman. Yana nima muammo bo'ldi? Kim sizni shunchalik, qanday vaziyatlar sizni hayotga qiziqish qolmadi? Demak, kamsitildim, demak, uddala olmadim, demak, nimanidir qila olmaganimda ota-onam qo'llab-quvvatlamadi, do'stlarim mendan voz kechdi, turmush o'rtog'im qandaydir og'riqli jarayonlar borki, inson mana shunday motivatsiyasini, hayotga bo'lgan motivatsiyasini yo'qotadi. Bu deyiladi, depressiya deyiladi, ya'ni stress bu kundalik davomida hatto kuchli asabiylashib yoki hatto kuchli kulgi ham stress hisoblanadi, lekin depressiya surunkali bo'lsa, bu sog'liqqa, umuman hayotingizga ham xavfli bo'lishi mumkin. O'shaning uchun bunda ham imkon qadar aytishim mumkin endi. Depressiyadan qanday chiqish mumkin? Yechimlari bormi? Yechimlari bor. Buni ham kimdir bajara oladi, kimdir bajara olmasligi mumkin. Ayta olasizmi hozir? Birinchi bo'lib, o'zingiz uchun ro'yxat tuzing, ya'ni menda tan oling, menda bu vaziyat bor, bu og'riq bor va bu og'riqdan, ya'ni bu puldanmi, bu oiladanmi, bu nimadan shunchalik hayotga bo'lgan motivatsiyasi tushib ketgan. Mana shu vaziyatni qog'ozga tushiring. Ha, menda shunday og'riq bor. Mana shu jarayonda men o'zimni yomon his qildim, kamsitilgan his qildim, qo'limdan kelmadi. Keyingi varaqa yechim. Men nimalar qila olaman hayotimni o'zgartirishga? Meni qo'limdan nima keladi? Har bitta inson xohlasa hayotini umuman tubdan o'zgartira oladi. Har bitta inson. Ha, ozgina vaqt, ozgina harakat, ozgina o'zingizni qo'lga olishingiz kerak. Insonlarga qo'shilishni, yangi insonlar bilan tanishishni tavsiya beraman. Mana shunday yangi muhit ham sizni dunyo qarashingizni o'zgartirishi, kengaytirishi mumkin. Misol uchun, xohlasangiz bu o'quv kurslari, xohlasangiz bu sport zal, nimalar treninglar bo'lishi mumkin. Ya'ni muhitingizga, ya'ni hayotingizga yangiliklar kiriting. Demak, eskisidan qoniqmayapsizmi? Sizga yangilik kerak. Ana shu. Bu bo'lishi mumkin. Yaxshi ko'rgan ishingiz, hobbi, kasbingiz bo'lishi mumkin. Mana shuni rivojlantiring, imkon qadar zavqlantiring va o'zingizga har doim maqtov bering. Sen buni uddalading. Ozgina nimadir qilgan bo'lsangiz ham, sen molodetsan, sen uddalading. Barakalla, albatta. Lekin biz buni boshqalardan kutamiz. Imkon qadar siz birinchi o'zingizga bersangiz, mana shu motivatsiyani, ruhiyatingizni ozgina tepaga ko'tara olsangiz, o'zidan o'zi yo'laklarni ko'rishni boshlaysiz, ya'ni qobiqqa aylanib qolmagan bo'lasiz. Mana biz hozir er-xotin o'rtasidagi munosabatlar haqida gaplashyapmiz-da, o'sha bir-biriga jahl qilib, siz o'zingiz ham yuqorida aytdingiz, farzandlarga jahl qilib qo'yishadi ko'pgina holatlarda. Keling, mana shu jarayonni bir yomon taraflari haqida gaplashsakda, ular o'ylab ko'rsin. Kelajakda mana shunday muhitda ketib bo'layotgan bolalarni nima kutyapti? Ularning ruhiyatida qanday o'zgarishlar bo'lishi mumkin? Keling, undan avval esa yana bir qo'ng'iroq egasi bor ekanlar, ular bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Siz jonli loyihamizga qo'ng'iroq qilib tushdingiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men nevropatolog, psixiatr
desam bo'ladi. Muqaddas opaman. 40 yil stajim bor neurologiya bo'yicha. Bir savol bermoqchi edim men psixologga. Psixologlarimiz hozir juda ham yaxshi rivojlangan payti. Men ham telestudiyada bir xil ishtirok etaman, nima deydi, ekspert sifatida. Bitta savolim bor psixologga. Mana psixologiyani hozir qaynona bilan qizni, kelinni orasida bo'layotgan to'qnashuv murakkablashib ketishi mumkin bu jarayonda. Endi shunaqa paytda psixolog mas'ul kelin bilan ko'pincha muloqotda bo'lib, uni tinchlantirishdan tashqari bir payt o'zida nevropatolog yo'qmasam psixiatr bilan kelishilgan holda bir necha kichikroq davo beradigan, davolaydigan bizani nimalarimiz bor, tabletkalarimiz bor, dorilarimiz bor. O'shalar bilan ishlansa bu holat to'xtaydi. Masalan, men o'zimni nimamda stajim jarayonida nevropatolog bo'lishdan tashqari men psixiatriyaga ko'proq kasal yotqizgan bo'lganim uchun ikki oraliqda bir-biriga bog'lanish bo'lgan etapni yaxshi bilib olganman. Bu hamkorlikda ishlash kerak mana shu jarayonda demoqchisiz. Da, men aytmoqchimanki, bu paytda o'zida psixolog, psixiatr yo'qmasam birinchi nimada boshlanishda nevropatolog bilan birga ishlasa, kasallik birdan to'xtaydi. Ana shu to'xtatish jarayonidan o'tgandan keyin psixolog davom ettirishi mumkin holatini unda yengillashadi kasallik. Unga tinchlantirish, maslahat berish, keyin bir payt o'zida hozir savol berishlari mumkin. Masalan, mana siz o'zingiz mana shu qizga murojaat qilib aytish mumkin. Siz mana o'zingiz qaynona bo'lganingizda shu holatda nima degan bo'lardingiz? Siz o'sha jarayonni o'ylab ko'rganmisiz? Siz ham ertaga qaynona bo'lasiz. O'sha paytda siz o'zingizni noto'g'ri tushunchangizni o'zingiz tushunib yetasizmi? Shuni oldindan javob bera olasizmi? Savol berishchi nima deykan? Rahmat sizga. Tushunarli. Tavsiyalar uchun, maslahat uchun, rahmat. Befarq bo'lmaganingiz uchun va qo'ng'iroq qilganingiz uchun ham, fikrlaringizni bayon etganingiz uchun ham minnatdorchilik bildiramiz Muqaddas opa. Sog' bo'ling. Savol uchun rahmat. Ya'ni men qaynona bo'lsammi? Psixologlar o'zi qanday qaynona bo'ladi? Juda qiziq savol. Birinchi bo'lib aytiladi, kelin bo'lsang, kelinlarni tushunasan, qaynona bo'lsang, qaynonani tushunasan, bola bo'lsang, bolani tushunasan. Shuning uchun albatta buni men 100% balki his qila olmasman, lekin biling, shuning uchun juda ham ko'p marotaba mana bugungi efirda ham o'zingizni o'sha insonni o'rniga qo'yib ko'ring deb aytdim. Hattoki pustol stul terapiya, ya'ni bo'sh kursi terapiyasini ham berdim. Mana shunda ham hattoki bundan oldingi kelinimiz ham shuni bajarsalar bo'ladi. Ya'ni qaynonalariga bor e'tirozlarni gapirib, chunki yuzaga ayta olmaydi. Qaynonalari tomonidan ham 100% e'tirozlarni, ya'ni qanday so'zlarni aytilardi. Mana shu ham ishlaydi. Buni ko'p ta'kidladim. Tushunarli. Ana endi esa yuqoridagi savolimga qaytamiz. O'sha bolalarga bu holat qanday ta'sir qiladi va ularni nima kutyapti ruhiyatida? Agar bolalardan, ya'ni ona ko'proq alamini oladi, erkakka yoki bo'lmasa mana shu jarayonda ota-onasining o'rtasidagi munosabatni ko'rgan bola baribir xafa bo'ladi. Albatta. Bilasizmi, bolalar ko'proq kerak bo'lsa yoshlikdagi qandaydir yo'qchilikdan emas, ota-onaning urush janjallariga guvoh bo'lgandan o'qishar ekan. Chunki ko'pchilik katta ayollar ham yoshlikda nimadir yo'q edi emas, ota-onam urushganda ko'zimiz oldida, mana shu ichimda og'riq qoldirgan deb aytadi. Ko'pincha mana shunday. Va bu kuchli zarba. Bolalar uchun agar ikkita juftlik bolalarni yonida janjal qilsa, urushsa, ular oila degan bir maskanni mana shunday ayol gap qaytarish kerak, e'tiroz bildirish kerak, yo aksincha jertva deyiladi, ya'ni jabrdiyda bo'lib olish kerak, mana shunday, yoki ota mana shunday, o'g'il bolalar otadan misol, qiz bola onadan misolni oladi va afsuski qush uyida ko'rganini qiladi. Kelajakda ham xuddi o'zi onasi qanday xatti-harakatlar qilgan bo'lsa, deyarli mana shu xatti-harakatlarni juftiga, ya'ni turmush o'rtog'iga qiladi, erkak ham, ayol ham. Mana shunday. Shuning uchun aytiladiki, onamning taqdiri o'xshab ketyapti degan savol juda ham ko'p beriladi menga. Ota-onamning taqdiri, chunki birinchi obraz, hayotimdagi obraz, ota-onada oila obrazi mana shunday bo'lgan.
janjallar, urushlar mana shunday imkon qadar sizni ikkita juftlik o'rtasidagi urush janjallarni bolalar eshitish kerak emasda, xonangizga kirib ular yo'qligida gaplashib olishingiz kerak va hech bo'lmasa xonadan chiqib turishini, borib ko'chada o'ynab kelishini aytishingiz kerak. Agar siz shunchalik hozir g'azabda bo'lsangiz, nimadir tortishib qolsangiz, ya'ni bolalarni bundan avaylab asrash kerak. Oila deganda ular bir go'zal maskani tasavvur qilish kerak. Hattoki ayol qanday muomala qilsa, shirin so'z, suhbat yoki turmush o'rtog'ini kuzatib yorsa, qiz bola shuni oladi, 100%. Shunday bo'lish kerak ekan turmush o'rtog'iga. Shuning uchun bunga juda ham e'tiborli bo'ling. Kelajakda mana shunday salbiy oqibatlarga, ya'ni shunga o'xshash hayotda qo'rquvlar, bir talang muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Rahmat Dilafruzxon, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetibdi. Rejissyorimiz ishora qilyaptilar. Hurmatli tomoshabinlarimiz, hafta o'tib yana sizlar bilan payshanba oqshomida albatta psixolog bilan birgalikda xonadoningizga kirib boramiz. Ungacha esa xayrlashamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Oqshom xayrli bo'lsin. Yana ko'rishguncha. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.